Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol: Abdujalil ismini Jalil, Abjalil deb chaqirsa bo'ladimi? Ko'pchilik shunday chaqiradi deb savol berdilar. Haqiqatda ba'zi mintaqalarda shu Abdu nomi bilan boshlangan ismlarni qisqartirib aytishlik tarqalgan. Ya'ni masalan ba'zi o'rinlarda Abdulaziz ismini Ablaz deb chaqirishadi. Abdullatif ismini Ablatif deb chaqirishadi. Bu narsa ba'zi mintaqalarda haqiqatda tarqalgan. Ismlar ahkomlarida avvalambor biz mana bu masalaga kengroq kirishadigan bo'lsak, ismlarni qisqartirib aytishlik, erkalatishlik uchun yoki shunchaki qisqartirib aytishlik bu shariatda aslida joiz amal. Ya'ni masalan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizni Oysh deb chaqirganlari rivoyatlari kelgan. Ya'ni erkalatib ismini yarmini erkalatib qisqartirishlik masalan shariatda bor. Va boshqa ismlarni ham qisqartirib aytishlik, hazillashib aytishlik va hokazo mana shunday o'rinlar shariatda keladi. Lekin Abdujalil, Abdulaziz, Abdullatif, Abdulloh, Abdurrahman mana bu ismlar bularning ma'nosi Abdujalil degani Jalil bo'lgan zotning quli degan. Abdurrahman Rahman bo'lgan zotning quli, Abdulloh Allohning quli. Bu Alloh taoloning ismlariga izofa qilingan ismlar. Buni hurmat yuzasidan qisqartirib Abduljalil bo'lgan ismni Abjalil deb aytishlik shariatda joiz emas, yaxshi emas. Shuning uchun mana bunday ismlarni to'la aytishlik bilan, Abdujalil bo'lsa Abdujalil deb aytishlik bilan, boshqa ism bo'lsa mana shunday Abdu ismi bilan boshlangan ismlarni to'la aytishlik afzal. Chunki bu yerda Allohning ismiga izofa qilinganligi uchun bu yerda ma'no o'zgarib ketadi. Abjalil degan ma'no arab tilida yoki hatto o'zbek tilida qoyim bo'lmaydi. Shuning uchun mana bunday ismlarni qisqartirmasdan to'la aytishlik afzal bo'ladi. Bundan boshqa ismlarni yoki bo'lmasa ma'nosi o'zgarib ketmaydigan darajada ba'zi ismlarni aytishlik, masalan Aziz degan zotni Abdulaziz degan ismni Aziz deb nomlasa bo'laveradi. Chunki boshqa savollar, boshqa mavzuda ham to'xtalib o'tganmizki, ismlarni bir necha qismlari bor. Ba'zi qismlarni maxluqlarga qo'ysa bo'ladi. Ba'zi qismlarni faqat Allohga qo'ysa bo'ladi. Mana bunday ismlarda farq qilib turib, masalan, bir insonni aziz deb nomlasa bo'ladi. Bir insonni bir kabir deb nomlasa bo'ladi, agar bu sifati uchun qo'yilmagan bo'lsa. Buni biz ism sifatlarida alohida o'tgan edik. Shuning uchun mana bunday izofali ismlarni qisqartirib Abjalil, Abdulatif deb aytmaganlik afzal bo'ladi. Bundan boshqa ismlarni erkalatishlik yoki boshqa sabablarga ko'ra qisqartirib aytishlik ba'zi o'rinlarda joiz bo'ladi. Vallohu a'lam.